Seningcha Liverpool uchun kim muhimroq, Muhammad Salohmi yoki Virgil van Dijk? Bu haqda nima deb o'ylaysan? Menimcha ikkisi ham. Darvoza daxlsizligini saqlash ham, gollar urish ham kerak. Golsiz hech qanday sovrin yutib bo'lmaydi. Men sen bilan Trent Alexander-Arnold bilan bog'liq vaziyatni muhokama qilmoqchiman. Menda har doim men bilan bir qanotda o'ynagan futbolchilar o'rtasida o'ziga xos munosabatlar bo'lgan. So'nggi 7-8 yilda ko'rganlarimga qaraganda bu Premyer Liga tarixidagi eng yaxshi bog'lamlardan biri edi. Sen uni qanchalik sog'inasan? Juda qattiq. Hatto unga shunday dedim: "Xayrlashayotganingda menga yaqinlashma, iltimos, chunki yig'lab yuborishim mumkin" dedim. Lekin jiddiy aytganda, u eng yaxshi xayrlashuvga loyiq. Chunki u klub va bu shahar uchun juda ko'p ish qildi. Aslida u Liverpool tarixidagi eng yaxshi futbolchilardan biri. U qo'ldan kelgan barcha sovrinlarni yutdi. Hatto ba'zilarini 2 martadan. Bu yerda u 25-26 yilni o'tkazdi va hamma narsani yutdi. Endi esa u vaziyatni o'zgartirib, o'zini yangi joyda sinab ko'rish kerak. Odamlar buni tushunishmaydi. U bu klubda 20 yildan beri o'ynamoqda. Bir joyda 20 yil qolish. Bu ruhiy jihatdan og'ir. Odamlar shunday deb o'ylashadi: agar bu joyni sevsang, hayotingning oxirigacha shu yerda qolishing kerak. Ha, u bu joyni sevadi, ammo u 20 yil davomida har kuni uyg'onadi. Bir xil mashg'ulot bazasiga boradi. Ruhiy jihatdan bunga chiday olmasliging, tushkunlikka tushib qolishing mumkin. Men unga eng ezgu tilaklarimni bildiraman.